Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizning sadoqatli muxlislari. Yana bir mavzu bahsi ila siz nima deysiz ko'rsatuvini boshlaymiz. Xuddi shunday, bugungi mavzuyimiz ham har doimgidek dolzarb hisoblanadi, to'g'rimi Umid? Albatta. Va biz bugungi mavzuyimizni e'lon qilamiz. Birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga qanday omillar to'sqinlik qilmoqda? Aha. Studiyamizda soha mutaxassislari hamda turli soha egalari o'tirishibdi. Dastlab Dilnozaxon jamoatchilikka yuzlansak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta. Barchinoy opa, siz qachon oxirgi marotaba tez tibbiy yordamga murojaat qildingiz va ularning xizmatlari sizga ma'qulmi? Fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, sizdan boshlaymiz. Rahmat. Men hozir shu gapingizdan darrov esimga keldi. Bu albatta 2 oy oldingi holatida juda kech bo'lib qolgan payti, ancha kech, hamma uxlagan payti Nima bo'ldi o'zi? Tepadagi qo'shni yugurib tushdi, men tushib, birdan eshik jiringlay boshladi. Men albatta ozgina holatga tushdim. Shundan eshikni ochsam, tepadagi qo'shni, u yosh kelin edi, nimasi ayoli, eri albatta chiqqan oldimga. Nima opamlar onamga telefon qildim, kelgunlarchi shunda xabar olsangiz, juda ham keliningizni va mazasi bo'lmayapti dedi. Men endi yugurib chiqdim. Ularning esida ham yo'q tez tibbiy yordamni chaqirish. Yugurib chiqdim, o'ta shunaqangi holat ediki, farzand tushish holati. Shu darajada og'ir bo'lib turibdi u qizda, shunda bilinib turibdi. Keyin shu bilan men tezlik bilan tez yordamni chaqirdim. Albatta ozgina to'xtalib nima qildim. Men o'zim qo'rqib ketyapman albatta u holatdan. Endi deydi, men transportda o'zimni mashinamda olib boray. O'tda mashinada olib boradigan holat emas u. Uni albatta vrachlarni nazoratida bo'linadigan narsa. Men aytdim, yo'q, faqat tibbiy yordamni kutamiz. Shundan keyin men yana qayta telefon qildim. Juda ham tezlik bilan dedim, holatni tushuntirdim, lekin tezlik bilan yetib kelishdi. Qancha vaqt yetib kelishdi? Endi o'zi sal yaqinroqda ham nima ekan shekilli, shu bir 15-20 minut o'rtasida nima yetib kelishdi. Bu endi biza haligi shok sostoyanida bo'lgani uchun bu biza uchun juda ham tez tuyuldi. Mana shunaqa holat bo'ldi. Yo yetib kelib darrov naslkaga solishdi, olib chiqib ketishdi. Rahmat. Tez tibbiy yordam xizmati aholiga eng yaqin tibbiyot yo'nalishidir. Shuning uchun undagi har qanday ijobiy o'zgarishlar birinchi navbatda odamlarning farovonligiga bevosita ta'sir qiladi. Shunday ekan, yurtdoshlarimizdan o'zining va o'zgalarning sog'lig'i uchun hamisha e'tiborli va mas'uliyatli bo'lishini so'rab qolamiz. Soat millari esa ko'rsatuvimizni poyoniga yetib borayotganligini ko'rsatmoqda. Yana yangi mavzular bahsiga ko'rishguncha deb qolamiz. Omon bo'ling.